Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan bu videoda insulin sekretsiyasi haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Xo'p, bizda pankreasning beta hujayrasi mavjud va bu beta hujayrasida insulinga to'la vezikulalar mavjud va bu vezikulalarda insulin bilan birgalikda rux elementi atom mavjud va shu bilan birgalikda bu hujayrada ATF ga bog'liq kanallar mavjud. Tinch holatda pankreasning beta hujayrasi kaliy ionlarini to'xtovsiz hujayradan tashqariga chiqarib turadi. Natijada hujayra manfiy holatda saqlanib turadi. Shu manfiy holatdagi hujayra insulin sekretsiyasini amalga oshirmaydi. Hop, agar biz ozuqa orqali glyukoza olganimizda hujayra ichiga glyukoza kiryapti. Hujayra ichiga glyukoza kiryapti. GLUT2 yordamida, ya'ni pankreasning beta hujayrasida GLUT2 mavjud ekan. Hop, demak, hujayraga glyukoza kirdi. Kirgan glyukoza piruvatgacha parchalanyapti, ya'ni glyukozadan piruvatgacha parchalandi. Parchalanish natijasida bizda ATF energiyasi hosil bo'ladi. Hop, bizdan hosil bo'lgan ATF energiyasi bizdagi bu ATF ga bog'liq kanallarni berkitadi. Diqqat, ATF energiyasi odatda ATF kanallarni ochish vazifasini bajarsa, lekin bu yerda ATF kanallarni yopib beryapti. Hop, yopilish natijasida kaliy ionlar chiqishda to'xtayapti. To'xtash natijasida hujayrada ionlar ortib ketyapti. Ortish natijasida hujayra musbat zaryadlar hujayrada ortib ketyapti. Natijada hujayrada depolarizatsiya yuzaga kelyapti va shu depolarizatsiyamiz kalsiy voltaj darvozalarida stimullaydi. Stimullash natijasida hujayraga kalsiy ionlari kirishligi ortib ketadi va shu kalsiy ionlarimiz bizning vezikulalarimizni stimullaydi va stimullash natijasida bizda insulin sekretsiyasi amalga oshadi. Hop, demak, keldik endi bularda ingibitorlarga. Agar biz ATF ga bog'liq kanallarni biz yopib qo'yadigan bo'lsak, hujayra doim musbat zaryadga ega bo'ladi va hujayra to'xtovsiz insulinni sekretsiya qilib turadi va buni amalga oshiruvchilar MEG-letinlar. Agar biz ATF ga bog'liq kanallarni aktivlasak, ya'ni kanallar doim ochiq holatda turadigan bo'lsa, bizda hujayra doimo kaliy ionlarini chiqarib turadi tashqariga va natijada hujayra doim manfiy holatda saqlanish natijasida insulin sekretsiyasi amalga oshmaydi, ya'ni to'xtaydi. Bizga qachon insulin sekretsiyasi to'xtashi kerak? Insulinoma kasalliklarda insulin sekretsiyasini kamayishini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Buni amalga oshiruvchilar diazoksid. Olib keldik endi kalsiy ionni ingibirlovchilarga. Agar bizda kalsiy ionlarini ingibirlasak, ya'ni hujayra ichiga kalsiy kirishligi to'xtaydi. To'xtash natijasida bizda insulin sekretsiyasi amalga oshmaydi. Buni amalga oshiruvchilar kalsiy kanal blokatorlari bu ishni, ya'ni kalsiy ionlarini yo'lini berkitib qo'yadi. Hop, keldik siklik AMF mexanizmiga. Siklik AMF bizdagi insulin lizosomalarini aktivlaydi va bu aktivlash natijasida insulin sekretsiyasini amalga oshiradi va siklik AMFda sintezini orttiruvchilarga mashhur beta 2 retseptorlari va shu bilan birgalikda gastrointestinal sistemasidan sintezlanadigan GLP, ya'ni glukagon like peptidlari va shu bilan birgalikda ingibitor peptidlari siklik AMFda sintezini orttiryapti. Endi ingibitorlarga, ya'ni siklik AMF sintezni kamaytiruvchilarga bizga alfa 2 retseptorlari siklik AMF sintezni kamayapti, natijada insulin sekretsiyasi pasayyapti. Shu orqali insulinni hujayradan tashqariga chiqishi kamayapti. Xo'p, videomiz bu yergacha edi. Foydali bo'ldi deb umid qilaman. E'tiboringiz uchun katta rahmat.